Assalomu alaykum, hurmatli internet kuzatuvchilari. 60+ degan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Xo'p, men bu videoni qilishimga sabab o'zim oyog'im og'rib, tovonimni yerga qo'ya olmasdan bir oy rosa qiynaldim. Bir oy emas, asosan oxirida bir oy juda qattiq qiynaldim. Asli bir 6 oy, 7 oy rosa qiynaldim. Tovonimni yerga qo'ya olmasdan sanchib, og'rib, ko'pchilik aytadi, tovonimga tuz to'planib qolibdi, u bo'pti, bu bo'pti deb. Dersi o'zalarning kinosini ko'rgan bo'lsalaring, keksa qari odam tovon bosadi deydi. Bu balkim bo'lishi mumkin, tuz bordir, lekin buni oddiy yechimi bor ekan. Tekin maslahat bermoqchiman. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi deyshadi, lekin bizniki xudo xolasa tekin, beminnat. Buni poyabzalni qo'yib qo'yganimni sababi bor. Mana Vyetnamskiy zvyozdichka. Mana polisterolni qiyqimi. Mana bu polisterol o'sha qutilarning ichiga, buyumlarning atrofiga qo'yiladigan narsa, yumshoqqina. Xo'p. Mana bu har kunlik uyga kiyadigan eski krossovkam. Mana orqa tomonini bunday qilib qayrib, mana uni hozir qirqdim. Shuni tagiga qo'yib olamiz. Mana 2 kundan keyin o'zi mana holatga kelib qoladi. Bundan ham yo'q bo'lib ketadi. O'rniga yana 2 kundan keyin boshqasini qirqib 10 kun bo'ldi, Xudoga shukr. Bemalol yuribman. Mana 10 kundan, har 2 kundan keyin hozirgi ko'rsatgan mana bu shaklda polisterol 2 kundan keyin mana holatga kelib qoladi. Daftarda varaqladi. Buni tashlab olmaysiz. Mana bu yerda 5 ta 2 kundan bo'lsa, bosib yurgan bo'lsam 10 kun. 10 kun bo'pti boshlaganimga. Buni tahlab, to'plab mana bu poyabzalni stilkasi bor, patagini ko'tarib turib tagiga qo'yib olasiz. Bu poyabzal ertalabki badan tarbiya, gimnastika mashqlarini yurish paytida kiyadigan poyabzalim. Endi mana bu ko'cha-kuyga kiyadigan poyabzalim. Buni ham stilkasini ko'tarib turib, o'sha siz yurib yalpaytirib tashlagan mana undan 3-4 tasini patay tagiga qo'yasiz, ustidan kiyib olaverasiz. Bu stilkani tagiga qo'yishdan maqsad jilib ketmasligi uchun. Bu kim tabib, boshidan o'tgan tabib. Buni foydasi juda katta ekan. Qilib ko'ringlar. Hammalaringizga shuni taklif qilaman. Mana bu zvyozdichka balzam Vyetnamskiy. Buni ko'rsatganimiz sababi tovonga foydasi yo'q deb o'yladim. Asosan boldirga surkinglar. Boldirga uzun holatda jichcha barmog'ingizga tekizib olib, kechqurun ertaman qaysi tomon og'riyotgan bo'lsa, og'rimayotgan tomoniga ham surkavering. Bu o'sha nerv tolalariga shamollash bo'ladi baribir. O'shani bartaraf qilar ekan. Kerak bo'lsa, keksa yoshdagi odamlar kalashni ichiga patay solib, patay tagidan mana shunaqa polisteroldan qirqib qo'yib olinglar. Tekis poyabzal kiymanglar. Tagi tekis poyabzal kiymanglar. Bu keksa yoshdagi odamlarga bo'lmaydi ekan. Hammamizga Allohim shifo bersin. Tanijonlarni sog'ib qo'ysin. Qilib ko'ringlar. Sizlarga maslahatim. Men o'zim boshimdan o'tkazdim. Hammalaringizga shifo komilini ato etsin. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.